Xotin-qizlarimiz zamonaviy texnologiyalar, muhandislik, tibbiyot va tabiiy fanlar sohasida yuksak natijalarga erishayotgani quvonarli. Buni Women in STEM xalqaro forumi ham isbotlab turibdi. Mazkur anjumanda mahalliy va xorijiy olimalar, ekspertlar hamda yosh tadqiqotchilar ishtirok etib, ilmiy hamkorlik va yangi imkoniyatlar haqida fikr almashishdi. Women in STEM xalqaro forumi nafaqat ilm-fan muloqoti, balki xotin-qizlarni ilm-fanga jalb etish, ularga yangi imkoniyatlar yaratish borasida ham o'ziga xos platformaga aylandi. Forumda 2023-yildan buyon mingdan ziyod tadqiqotchi olimalar ishtirok etdi. Bolgariya, Belarus, Qatar, Hindiston kabi 10 dan ziyod xorijiy davlatlar bilan xalqaro hamkorlik yo'lga qo'yilgan. 10 ga yaqin mamlakatlarning tadqiqotchilar, professorlar bugun ishtirok etmoqda. Bizning olima ayollarimiz oziq-ovqat texnologiyasini rivojlantirish bo'yicha Yevropa ittifoqi bilan hamkorlikda 700 ming yevrolik grantning koordinatori bo'ldi. Avvallari bunaqa grantlarda, loyihalarda har doim Yevropa ittifoqining universitetlari koordinator, yetakchi bo'lardi. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida birinchi marta mana shunday yutuq muhtaram prezidentimiz tomonidan yuqori texnologik yo'nalishlarga e'tibor kuchaytirilyapti. Ya'ni bu robototexnika, dron texnologiyalari, bu sun'iy idrok va mexatronika. Mana shu yo'nalishlarda ham bizning qizlarimizning ishtiroki keng. Ayollarni STEM sohasida qo'llab-quvvatlash, ilmiy hamkorlikni kengaytirish maqsadida 30 dan ortiq startap va loyihalar ko'rgazmasi tashkil etildi. Forumdagi kelishuvlar natijasida ikkita xalqaro loyiha amalga oshirilmoqda. This conference definitely facilitates the women in STEM. Ushbu konferensiya albatta STEM sohasida faoliyat yuritayotgan ayollar va yosh iqtidorlarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Mening fikrimcha, bu forum haqiqiy ilm maydoni. Bu yerda turli sohalar vakillari jamlangan. Masalan, men tabiiy fanlar sohasi vakiliman. Biz qo'shma tadqiqotlar olib borish, ilmiy maqolalarni tayyorlash va nashr etish uchun samarali hamkorlik qilishimiz mumkin. Forum doirasida muhokama panellari, seminarlar, mahorat darslari va mintaqadagi olima ayollar tomonidan taqdim etilgan ilmiy tadqiqot sessiyalari tashkil etildi. Ushbu forum orqali tadqiqotchi ayol va qizlarning 400 dan ortiq tezis va maqolalari chop etildi. Kimyo sanoatida xotin-qizlar ulushi 34% tashkil etadi. Forum xalqaro miqyosda o'tkazilayotganligi sababli ham, demak, ular boshqa davlatlardan kelgan olimlar, olimalar bilan o'zaro fikr almashib, bilim va ko'nikmalarni oshirishadi. Ilmiy ishlarimni yana ham rivojlantirishimda, yana yangi hamkorlar topishimga juda ham katta yordam beryapti va boshqalarning ilmiy ishlari bilan, erishgan yutuqlari bilan tanishishda va ulardan motivatsiya qanaqadir ma'noda olishga juda ham katta turtki beryapti. Men o'ylayman, har bir ayol qiz xuddi shunday imkoniyatlardan foydalanyapti. Xulosa qilib aytganda, Women in STEM xalqaro forumi ilm-fan maydonida xotin-qizlarning o'rni va nufuzini yanada mustahkamlashga xizmat qiladigan muhim platforma ekanini namoyon etdi.